Harakat yo'q. Harakat yo'q, uyib qolgan. Yani chap qo'lda umuman harakat nol, ishlamay qoldi. Chap Qo'l ishlamay. Nima deydi? harakat yo'q. Harakat yo'q, uyib qolgan. Mana bugun To'ramurat akamiz 9-kuni To'ramurat akada nima bo'lgan? Bularda o'sha miya quvvati tushib ketgan. Ya'ni o'nta mana shuning hisobiga miya quvvati tushib ketgan hisobiga, ya'ni impulslar yaxshi kelmayapti. Yaxshi impulslar o'tkazib bermayapti. Quvvat yo'qda, miyada quvvat yo'q. Shu sabab qo'llarda harakat cheklanib qoldi. Qani bitta qo'lingizni qimirlatingda. Mana harakat yo'q. Kelgan payt umuman yo'q edi-ya. Nol edi. Mana hozir o'sha 9 kunda 9 kun bo'ldi. Quvvatni tikladik. Xudo xolasa bu 21 kun yo 3 oy ichida to'liq qaytib ketadi. Bularda nima bo'lgan? Kelgan paytda o'sha chap qo'lda umuman harakat nol, ishlamay qoldi. Chap qo'l umuman harakat nol, nima yo'q, ya'ni quvvat yo'q, miyaning quvvati yo'q. Quvvat deganda uyg'onmagan. O'shani uyg'otib bersak, miyaning quvvatini uyg'otib bersak, mana harakatlar joyiga kelib ketadi. Nima o'zgarishlar bor edi o'zingiz kelgan paytda? Kelganda shu yo'q-da, hozir mana yaxshi. Yo'q, kelgan paytda nimalar bo'layotdi? Kelgan paytda shikoyatlar. Shikoyatlar shu qo'l ishlamay. Nima deydi? Harakat yo'q. Harakat yo'q, uyib qolgan. Nol ushib qolgandi. Yana oyoqlar yaxshi edi. Oyoqlar yaxshi edi. Shu tomonda bor edi. Yo'q edi. Umuman harakat nol edi. Ular kelgan paytda harakat nolligi mana shu hozir aytganda quvvat yo'q bo'lib qolgan. Quvvat yo'qligi hisobiga mana qo'llarda harakat. Hozir ham mana harakat endi paydo bo'lyapti mana. Bu yoqlar уже 70-80-70% tiklandi. Bu kishi ham qaytib boshladi. Faqat panjalarda harakatsiz. Mana bu yerni qimirlatib ko'ring. Mana endi mana bu yoqda quvvat tiklanib boshlandi. Shu miyaning quvvatini uyg'otib bersak, inshaalloh Xudo xolasa yana avvalgida ikkita qo'li bir xil ishlab yuradi. Ya'ni quvvat tushib ketgan. Hamma sababdan miya boshqaradi, odamni miya boshqaradi. Agar biz miyani to'g'rilab, uni to'g'ri parvarish qilsak, o'sha miyani vaqtida uyg'otib, vaqtida joyiga tushirib, stabil qilib yursa, odam kasal bo'lmaydi. Mana shu sizdek bir qo'lda ishlamay qolish, birdan oyoqda ishlamay qolish, shu holatlar kuzatilmaydi. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Ko'rsatdikki, mana miya quvvat tushib ketib, qo'llarda ishlamay qolish. Mana hozir necha kun bo'ldi bugun? 20 kun bo'ldimi? Yo'q, 20 kundan oshdi. 5ida kelgansiz. 20 kundan oshdida, mana 20 kundan oshgandan keyin o'sha miya quvvat tiklandi. Bularda insult olgandi. Kelgan payt insult olib, chap qo'lda parez mana nol edi qo'l, ya'ni chap qo'lda harakat nolga teng edi, ishlamay qoldi. Hozir qanday o'zgarish? O'zingiz bir aytib bering qani. Nima qilasiz? Hozir mana Xudoga shukr. Qani ko'taring qani. Aha, ishlating. Kurashaman. Olishasizmi? Boya qo'lini siqib tashladingiz. Qani torting. Yaxshi. Harakat necha kunda harakat tiklandi? Bu endi 20 kun bo'lsa 23 kunda harakat tiklandi. 23 kunda harakat tiklandi-da, 21 kundan oshdi. 23 kun, 24 kun. Qancha erta boshlasa, shuncha yaxshi ekan. Qo'l boshida kelgan payt harakat yo'q edi-ya. Nol edi. Nol, umuman qimirlatish yo'q edi. Hozir mana qana qo'l siqib bering-da o'sha. Mana siqing qattiq. Yo'q, ozgincha qoldi-da, yana bir 4,5 ball, bir 5-10% qoldi. Qarang. Ana ko'pchilik o'ylaydi-da, bu qarindoshi deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Siz meni taniysizmi? Men sizni taniysiz. Shu yerda kelib tanishdik-a? Endi qadrdon bo'lib qoldik-da. Mana shu yerda kelib tanishdik. Ana akamiz bilan kelgan paytda juda ham dalinasi baland edi. Nimasi qo'li ishlamay qolgandi. Ishlamay qolgandan keyin YouTube'da programmalarimiz borligini bilmasdim-da, shu yerga kelib bildim. Bilmasdingiz-da. To'g'ri keldingizda, oldimga kelib, sraz ko'rdimda, lichinasini boshlavardik. O'sha tushkunlikka tushmadingizmi? Boshda. Endi boshda tushdim. Boshda o'zi bo'ldi deb qo'rqqan edim. Nimaga bo'ldi dedingiz? Nima bo'ldi? Yo'q. Ha? Bu yoqqa kelgandan keyin ishonch paydo bo'lib boshladi-da. Qo'l harakat yo'q bo'lgan bo'ldi degansiz-da. Unday demangda. Yo, siz boshqalarni ham tushunga tushirmas kerak. Shuning uchun ko'pchilik mana kuzatadi, ko'pchilik insult bo'lib qolganda, insultdan keyin albatta tiklasa bo'ladi. Parhez qilish kerak. 90% bemorlarimiz tiklab olsak bo'ladi-da. Faqat o'sha boshida reabilitatsiyani yaxshi boshlash kerak. Parhezga o'tdingizmi, nimalar yeb boshladingiz?
Ovqatlanishni to'g'rilash kerak-da, ovqatlanishni. Nimalar nima yeydi? ko'rsatma qilgan bo'lsangiz shuni qildim. Yog'li narsalar, xamirli narsalar yeganim yo'q. Xamir narsa yeganingiz yo'q. Yo'q. Shirinlik Shirinlik yeganim yo'q. yeganingiz yo'q. Shirinlik yegani yo'q. Yana Faqat qora non, qora non, xo'p, qora non, Aha. salatlar, salat, tovuq sho'rba, shu dimlangan ovqatlar. Dimlangan ovqatlar yedingiz-a? Qo'y go'shti yeganim yo'q, Qo'y go'shti. qovurma yeganim yo'q. qovurib ham yeganingiz yo'q. Qaynatib yeyapsiz-da. Qaynatilganini yedim. Yaxshi, yaxshi. Mana ancha o'zgarishlar bo'ldi. Mana shundan keyin nechkiga ves tashladingiz? Hali Vesingizni vesim tortib ko'rganman. Bilmayman nega tushdi, ancha tushdim vesimim. yengillashib boshladingizmi? Yengillashib boshladingizda bu yerda birgalikda davolandida, ham bu yoqdan oshqozon ichakdan parhez qildi. To'g'ri ovqatlanishda. Birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak. Keyin o'sha quvvatini yo'q. Mana ikkinchi marta keldi. Birinchi kelgan paytda qo'l harakati nol edi. O'sha videoga chiqarganman. Bundan oldin ko'rsalaring, shu miya quvvati tushib ketgandan keyin qo'lda nima parhez bergandi. Harakat nol edi. Kelgan payt umuman harakat yo'q edi. Qo'lda даже qimirlatish ham yo'q edi kelgan paytda. Keyin 10 kundan keyin salgina paydo bo'ldi. Barmoqda paydo bo'ldi. Mana shu barmoqda ozgincha paydo bo'ldi. Keyin undan keyin mana 20 kundan keyin keldingiz. Hozir mana Nino olib boshladingiz. Nino olib uyg'otyapsiz nervlarni. Qanday 2 kun ichida yana? Hozir 4-kuni bugun. Yo'q, juda yaxshi. Men o'zim oldingidan ham yaxshi bo'lyapti-da mana. Hozir aytaman, shuning uchun siz bilan kurashaman deyapman. Yo'q, hali kurashishga erta. Yiqitib qo'yasiz barku. Harbiylar bilan hazillashib bo'lmaydi. Ko'tarib otadi bular. Shunday. Nimani ovqatlanishda davom etkazamiz. To'g'ri ovqatlanishda davom etkazamiz. Parhezni qilib borasiz. Keyin bu harakat uyda sportni davom etkazamiz. Bo'ldi, bu kamchilik qolmaydi. Ertalab yurish kerak. Ha. Eng asnoni eslatib kelmabdi-da. Necha kilometr yuryapsiz? 1 kilometr, 1,5 kilometr yuraman. Yugurmayman. Kamida yarim soat. Oddiy ishda mana ertalab 1 stakan suv ichish kerak-da, yarim soat yoki 40 minut yurish kerak. Eng asosiy kuchli shu ertalab bo'ladi. Ertalab odam tinch bo'ladi, salqin bo'ladi, toza havo bo'ladi. Timbona shu bog'da, daraxt bor yerda yursa, yanada ochiladi odam. O'sha kasalliklar ham ketadi. U doktorga bor, dori ol, bir dunyo ukol ol, kerak emas u. Oddiy yana shu uyda qilib tursa ham bo'ladigan narsa. Shuning uchun hozir akamiz ancha yaxshi. Nima deysiz odamlar kuzatib turibsizlar? Shu doktorlarda aytgan amallarini bajaringizlar, parhez saqlangizlar, sog'liqlaringizga ehtiyot bo'lingizlar. Nima deymiz? Bilmasam endi o'zgarishlarni aytib o'zingizdagi. O'zgarishlar juda yaxshi mana. Men mana shu yerga kelib, mana shifo topdim. Qo'llar qimirladi ham yaxshi. Qo'llar mana. Zo'r qaytdi ya. Ko'z tiyib qolmasin. Alloh shifo bersin. Shu Xudo xolasa bularga yana 2-3 kunda javob beramiz. Qo'l 100% qayta. Hozirgi 5%lar sal slablik borda ozgincha. Lekin harakat zo'r. Tiklab olindi. Harakat zo'r tiklab olindi. Bularning oldingi videolarini ko'rsalaring juda ham harakat yo'q edi. Nima edi? Shuning uchun hech qachon tushkunlikka tushish kerak emas. Insult oldimi yoki bo'lsa biror oyoq falaj bo'ldimi, bosh og'riyaptimi, biror bir kasallik bo'ldimi, tushkunlik odamni yengib qo'yadi. Stress tushkunlikka tushsa, kayfiyat tushib ketsa borku, uni tuzalish ham orqaga qaytib ketadi. Agar qancha anodi motivatsiya kuchli bo'lsa, harakat kuchli bo'lsa, shuncha tez yaxshi bo'lib ketadi. Alloh shifo bersin. Ishlaringiz omadini bersin. Xursandmiz. Juda ham zo'r. Xizmatda bo'lingizlar. Charchamang. Zo'r. Amaki, mana shu narsani qilib tursangiz, boyagi ovqatlanishda to'g'ri qilib tursangiz, umuman kasal bo'lmaysiz. O'sha qorindagi yog'lar ham akamiz salgina qornida yog' ham yig'ib qo'yganda, qornida, to'g'rimi? Damlamalar ichyapsiz, ha? Bular tozalovchi-da, ichaklarni, jigar, o't qoplari hamma yer tozalaydi bular. Yog'larni. Bu yog'larni eritadi, tozalaydi. Shu. Kelishdik. Omon bo'ling, o'zingizni asrang. Siz ham shu. Og'aynim qo'yib, sal ko'rmasam men. Ha, bular og'ayningizmi?
Yo'q, shular keyin chaqirib keldimi sizni? Anoni ko'rgandan keyin. Men aytdim, boysinib anonsa kirgan dedim. Aha, aha. Bu kirdi. Aha, boysinibga kirdi. Boshqa bo'lyapti-da, qayerga men kirgan dedim, kirdi sizning kanalingizga. Aha. Undan keyin bu yoqqa qarab keldi-da. Shuni aytdim-da, bularda muammo bo'yinda bo'lib turibdi-da. Bo'yinda, bo'l boshqa muammo yo'q. Qara. Bo'yin shu narsani olib kelyapti. Bo'yinda nima qilsak, uyquga joyiga tushib ketadi. Ha, bo'yinda ochib yuborsa uyqu keladi-da. Ko'raveradi, biladi-da. Aha. 15 yildan beri men uyqum yomon aytib yotardim. Boshim og'rib, 15 yil bo'ldi. umuman bormagan ekanman. Sentr Rossiya, Moskva. Oho, Moskvagacha borib kelgansiz. 2009-2010larda boshlangan bo'lsa, shundan keyin 2013 Moskva bordim. 2013-yil ham borgansiz. Aha. Qog'ozlar bor. Ko'rdim-ku kecha. Ular shu mahallarda men operatsiya qilishga shaylar edi, men nima? Nimani boshdimi, bo'ynimi? Boshda operatsiya qilamiz. Nimaga operatsiya qilib boshda? Hech narsa yo'q-ku. Yo'q. Shu bosh bilan yurganman-da men. Bo'lganda bosh og'rilar. Keyin ko'nmaganman bular. Bakan operatsiya ularga farq bor deb ular aytgan, to'xtating, o'zimizda bor degan. Shu bosh bilan yuraverganman. Xullas qalam. Keyin yaqindagina bor, Yangi yilda oldim, ta'sir aytib qoldi. Bosh sinma qilmada, bo'yin umurtqani bir tushib ko'rchi. Bo'yinda girja turibdi-da. Hozir borki, mana 5 mm. Oldimga keldi gavimiz bo'lsin. Mana meni ko'rgani keldi, sindoshim. Kechasi oldinga birinchi sultogamda keldi. Kechasi 9 gacha o'tirdi guron qilib. Keyin bordi, men bu yerda sal harakatlarim yaxshi bo'lavergandan keyin telefon qildi. Shuni qandaysan dedi. Men zo'rman dedim. Men dedi, men ham bir davolansam bo'ladimi? Sen bilmading, men shunday boysinib kanaliga kirasan dedim. Ana shu yerdan hamma axborotni olasan. Bu olib kecha kirib keldi-da, kecha kelib, igna. Sen igna shay qilasan. Ha, shunday. Qarang, meni qiziqtirgan narsa, kecha uxladim deyapti, zo'r uxladim deyapti. To'ramurat, meni prosa qiziqqan narsa, grija masalasiga ko'proq men e'tiborni qaratib qoldim. Nimalarni uncha qiziqqanim yo'q. Keyin bo'yin grija, bel grijalar degandan keyin to'xta, bo'yin grija haqida gapiraman, yana qayta bo'yin grijadan nima qildim. Ko'rdingiz. Hop. Keyin kimdir qo'lim nima bo'lyapti desa, qo'lda berar ekan. Keyin uyquni nimasini ham buzadigan tomoni bor ekan, yana bitta tomoni bor ekan. Shundayda, qarang, asnoni sabab borki, mana shu bo'yindagi narsa, mana shu bo'yinda ikkita narsa borki, mana shu bo'yni miyaga qon boradi. Miyaga qon boradi, mana shu yerdan ketadi ikkita tomir. Bu agar borki, bo'yin siqib tursa, bosh og'riydi, ko'ngil ayniydi, qayt qiladi, bosh aylanadi, qo'llar o'shadi, toladi. Bittasi 5 mm girja bilan keldi. Mana hozir yaxshi uni ham intervyu beraman deyapti. O'sha operatsiya qilmasang bo'lmaydi. 100% qayerga borsang bor debdi. Keldidan tushkunga tushib qolgan. Xo'p, xudodan dedi, keldi mana hozir. Ketdi, yoningizda yotuvdi mana. Xo'p, og'riq yo'q. Bo'ldi, ketdi og'riqlar, yengil bo'lib qoldi. Bir ikkita mashqlarni uyga buyuramiz. Bezda qilmaydi. Aslida men bu yoqqa chorlagan, menga ko'proq qiziqqan narsa shu narsa tufayli meni uyqum joyiga tushib ketadimi? Tushib ketadi. Boshim og'rib yo'qolib ketadimi degan narsa bu yoqqa keldim. Bu sabab cho'p qoldi. Mayli. Ko'rgani keldim. Boyasini bir ko'rsa deganda mana kechanda qabrimizga kirgan. Shu, Alloh shifo bersin. Toshkentga yurgandan ayamda sho'rib turgan bo'lsa, kecha bo'lgani ham aytdi doktorga. Endi kecha boyagi tabletkalarimiz bor, to'g'risi. Giyoh tableta. Uni Ichdingiz, Nini oldingiz. Mumkin nima bo'ldi kecha, lekin mazza qilib uxladim. Xudo xolsa. Ko'zing nima bir shishgandan uxlayver shishib ketganda ko'zi. Yana sizga aytadigan. Roz endi sizga o'zingizga taalluq bo'ladigan gap bo'ladi. Qo'shgan bo'lsangiz qarang. Bo'ldi. Olaversin deb. Bo'ldi. Xo'p, men xavotir olmang. O'zim ana dichina borku, bo'yindan qilinayotgan narsa, plazma, o'sha girja so'riltiruvchi da shuni. Siz bular bilan gaplashib oling, oldimga o'tasiz, xo'p? Bo'ldi. Mayli. Alloh shifo bersin. Yaxshi, ko'z tiymasi mana ancha zo'r o'zgarishlar juda katta. Ya'ni o'sha chap qo'li umuman ishlamay kelganda, mana sizlar ko'rsatdi. Insultdan keyin bemalol tiklasa bo'ladi. Qancha erta boshlasa, shuncha tez tiklanadi. Shuning uchun ko'ngil cho'ktirmaymiz, kayfiyat ko'taramiz. Insult olgan boshqami hammasini xudo xolisa tiklab olsak bo'ladi. Nasib bo'lsa.